Abdulaziz aka, sifatli massajyorlarning narxi 1000-2000 dollardan qimmat. Ularning arzonidan nima farqi bor? Qimmat massaj kreslolarni arzonidan birinchi farqi uni mexanizmida. Qimmat massaj kreslolarda rolikli mexanizmdan iborat bo'lib, inson tanasiga moslashuvchan bo'ladi. Ya'ni massaj kresloga jussasi katta yoki jussasi kichkina odam o'tirsa, uni tanasiga moslashib, massaj qiladi. Arzon massajyorlarda bunaqa moslashuvchanlik funksiyasi bo'lmaydi. Ular to'g'ridan-to'g'ri massaj qiladi. To'g'ridan-to'g'ri massaj qilish orqali odam tanasiga zarar berib qo'yishi mumkin. Keyingi farqi bu ularning materialida. Arzon massaj kreslolarning materiali yorilib, to'kilib ketishi mumkin. Bundan tashqari, isitish tizimi ishlaganda o'zidan g'alati hid chiqarish ehtimoli bor. Qimmat massajyorlarda materialni yechib, yuvib ishlatsa bo'ladi. Bundan tashqari, tez to'kilib ketmaydi. Isitish tizimi ishlaganda ham o'zidan g'alati hid chiqarmaydi. Yana bitta muhim jihati, qimmat massaj kreslolarni arzon massaj kreslolarga qaraganda funksiyalari ko'proq bo'ladi. Yumshoqroq yoki bo'rtirib, chuqurroq massaj qiladigan funksiyalari ham bo'ladi. Arzon massaj kreslolarda bunaqa funksiyalarni topa olmasligingiz mumkin. Agar siz ham massajyor tanlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, do'konimizga keling. O'zimiz sizga mos massaj kreslo tanlashda yordam beramiz. Yoki-da pastdagi raqamlarga bog'laning.